Mendan arzon topsang, shu qo'ylar tekinga. Ehe, aziz do'stlar, xudo xolasa mana Tekinga gap bitta. Aha. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga kelganmizda Doston akamizni o'sha mashhur arzonchi akamiz oldilariga keldik. Doston akamizda 150 bosh akalar mana shunaqa to'q bo'g'oz qo'ylari bor ekan. Bugungi videomizda sizlarga shularni ko'rsatib aytib o'tamiz. Dostoniga haqiqatan ham sizdan arzon topsa shu qo'ylarni tekinga berasizmi? Tekinga aka. Yana ham aytayman, boyni ham aytdim. Men sizga aytayapman-da. Bunday qo'yda topsa mana shu narxda tekinga beraman. Gap akalar mana qo'ylarni ko'rib olamiz. Qo'ylarni ko'ringlar. bosh akalar. Bundayda qo'y bilan qo'yning farqi bor. To'g'ri? Bundan ham arzon tushishi mumkin. Julli patay qo'yda aytganim yo'qmi? O'zi tulab ketadigan 40 julli qo'y. Buni o'zingizdan bilasiz, bozorda 500 ming, 1 million baland yuradi. Qo'ydi. Mana balalari. Mana 3 oylik qo'zisini qarang. 3 oylik. Mana bular o'sha tekinga ketyapti. Tekin, olganga. Qo'z qo'chqorlar tekinga ketyapti. 10 ta bunday tekinga ketadi. 10 ta. Bitta ikkita emas, 10 ta bunday tekin. Qolgani ham aka nasib bo'lsa 1 oyda hammasi qo'zilab bo'ladimi bular? Yangi yilgacha qolmay 100% garantiya beraman. Yangi yilgacha. Necha tishli qo'ylar aka bular? 2 tish, 4 tish. Yana qarang bundayda bitta tarafini aytay. 10 ta, 20 ta 6 tishi bor. Ha. 90 tish to'kkani yo'q. Tish to'kkan bo'lsa bepul dedim-ku bo'yni. Gap mana. Tish to'kkan bo'lsa akamiz bepul berib yuboraman deyaptilar akalar. Bemalol 150 bosh kelib savdosini bitirib ketsanglar. Ular manzilimiz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Aka necha pul qilib beramiz? Bitta bomba qilib narx ayting. Bomba qilaman, aytdim men senga. 7 million ham demayman, 6,5 million ham demayman, 6 million ham demayman. 58 dastlabki 57 o'z olib kishisi. 5 million 700 ming so'mdan berib yuboramiz. 5 million 700 mingdan. 5 million 700 ming so'mdan akalar xudo xolasa 150 bosh, 5 ta, 10 ta, 15 ta nechta olaman desanglar. Bitta olaman desam tep tashlab beraman. Ketaversa. Tanlovlar 8 milliondan kami bo'lmaydi. Eshitsin. Tanlovlariga 8 milliondan kamiga bo'lmaydi. Akalar 8 millionga. Yana bitta narsani eshitinglar, mana $1000lik qo'chqarlari ham shu pul. $1000lik qo'chqardan shu pul. Qo'chqar ham shu pul. Gap yo'q akalar, mana xudo xolasa bemalol bugun. Arzonchi Dostonbek akamiz haqiqatan naqd sindirdilar. Yana bitta akamizga chiqib negativchilar bo'ladi-ku. O'shalar mana shunday qo'ydi, 5,5, 5 million yozadi-ku. 57 dan shunday qo'ydi menga topib bersa, ularga 200 ming foydasini berib 59 dan olaman o'zim qaytarib. 5 million 700 dan xuddi shunaqa sifatdagi qo'yib topib bersin. Shunday sifatda. 5 million 900 dan olasiz foydasini. Shunday. Qani shuga bir narx sinsin deb bu narx bo'lyapti. Akalar Dostonbek akamiz u bilan pastda qoldirib qo'yaman. Realni mana shunaqa arzon sifatli o'ta zo'r joyda olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, akamizga chiqib savdosini qilib olsanglar. Mana shu qo'ylar egizchi-da, mana arrang yuribdi, mana tug'ishga tayyor bo'lib yuribdi-da, mana. Gap yo'q akalar, mana ko'rib olamiz. Laykni bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lgan har bir yurtdoshimizning uyida mana shunaqa qo'ylardan akalar 300 bosh, 400 bosh bo'lish nasib qilsin do'stlar.